Assalomu alaykum aka. Bugun sizga bitta zo'r uy topib qo'ydim. Uyimizda Chilonzor 11-kvartirada joylashgan, arender short Perkroska. Uyimizda 2 xona, 3 xona qilingan, 4 qavatli uylar 4-qavatda joylashgan. Sanuzillarimiz razdelniy bo'lgan, kirib kelishda o'ng tomonda hojatxona. Bu yoqda o'zini mana shunaqa chiroyli vannalari bor aka. Bu yoqda mana shunaqa chiroyli spalniyimiz bor. Ko'rib turganingizdek, mana spalniy yumshoq mebellar bilan jihozlangan. Spalniyadan chiqishinglar bilan sizlarni aka mana shunaqa katta zalimiz kutib oladi. Uyimizning umumiy hajmi 48 metr kvadrat. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, sizlarga tep-tekis 67 ming qilib qo'ydik akam. Bu yoqda detskiy xonamizda joylashgan. Ko'rib turganlaringiz uyimizning bu tomoni ko'hna hamma o'ziga kerak jihozlar bilan jihozlangan. Ko'hnamizda razmeriga keladigan bo'lsak, 1,5 ga 3 o'zini mana shunaqa chiroyli barniy zonalari bor. Akam kelingizga xudo xohlasa shirin ovqatlarni qilib uzatganda bizlarni eslab qo'yasiz. Agar uyimiz kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, videoning tagida uy egalari nomerini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.